Shaxsni asosiy ikkita narsa ushlab turadi. Birinchisi axloq, ikkinchisi qadriyat. Endi axloq deganda biz qaysi prinsipga ko'ra axloqni o'lchaymiz? Masalan, Kant axloq metafizikasidan yo'lga chiqsak, biz axloqni qanday tushunamiz? Bizni axloqimiz bilan kesishgan joyi bormi? Masalan, nima deydi Kant? Axloq 3 tadir deydi. Birinchisi nimadir desa, yaxshi niyat, yaxshilik istash. Bizda ham Sahih Buxoriyda niyat xayr, oqibat xayrda, niyatlar amallarga ko'radir. Buni qabul qildik. Endi bitta savol beraman. Bu nima degani? Hech bir manfaat kutmasdan yaxshilik qilish degani. Evassiz. Bu mumkinmi? Masalan, bu ishim uchun Robbim meni mukofotlaydi. Bari manfaat bor. Buni psixologlar aytadi, yaxshilik istash deydi, xuddi bu. Bolaga konfet berib, mehmonga borganda mana shu konfetni agar u yerda odob bilan o'tirsang, uyga qaytgandan keyin senga bu shirinlikni beraman. U yerda o'zini axloqli tutadi, uyga kelgandan keyin bir narsani qo'lga kiritishni biladi. Bizni harakatimiz deydi, xuddi shunga o'xshaydi.